Xudo xolasa yana bir atlar tushirib yotibdi. Hammasi bir xil vajahi. Hava bir xil vaz. 100% ang. 100%. Yo'lni ko'rsatamiz, video davomida ko'rasizlar. Yana Makkali silos men ochib hozir o'zim ochdim buni. Yana Makkasi. Naudislar bunga bunachilar Makkaga qaranglar ichida. Yiri pishib turibdi ekan bu. Sizlar xudo xolasa mol bozordan chiqdik. Silos so'raydi bizdan ko'p odam. Yana optim siloslar keldi, bir fura. Görüşeceğiz mümkün. Urganchni o'zidan tushirdiysizlar, yana Urganchni o'zidan tushiramiz sizlarga. Bemalol ko'raverasizlar, furasi bilan yana. Bemalol hozir xaltalarini ko'rsatamiz, Makkalarni ko'rsatamiz video davomida. Yana xudo xolasa bir qo'l joyi Urganch, İstanbul bozorini bilasizlar, Asr metanini bilasizlar. Gullang yo'li. Shu yerda yana obunachilar, shu yerdan qayerlarsa Xoraz degan yozuv bor. Shu yerdan Gullang tarafdan kelishdi, Chapaqaylarsa Urganch shahardan kelishdi yana. Ona qayrilib girasizlar. Ko'p odam biladi Asr to'yxonasi, Asr metan. Yana bemalol hozir ko'rib borasiz. Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum. Obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari bormiz, tabzalligimizda. Yana men sizlar bilan xudo shukr, bugun ham bir foydali o'zlaringizga kerakli, manfaatli videolardan birini qilamiz. Yana xudo xolasa, bugungi ko'rsatadigan vajimiz silos bo'ladi sizlarga. Bemalol optim siloslarni ko'raverasizlar. Summam qamabdi yana oldin chiqarib tushirdik, ay. Siyilib ketdilar. Yana. Assalomu alaykumlar, avvalambor. Jabbata yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Harmanglar ustalar. Sen adresni o'g'limdan İstanbul bozoridan chiqar. Bo'ldi, tushiraman. Adresni hozir İstanbul bozor. Orientirni olinglar. İyi Makkali variant. Bunga qaranglar, Makka shu yerdan ko'rinib turibdi. Bemalol. Boyaqidag'idan hammasi bor. Shuni yangina. Silosa qarang. Buni ham zo'r, ay. Necha kilo bu? 20 kilo. Toshni, ay. Tosh. Geldi, sveji. Svejina kelib turibdi silosdan. Bunga qaranglar. Furasi bilan necha tonna bor bu yerda, brat? 25 tonna yana. Salqin yerda turibdi, kelasizlar, xarid etib ketaverasizlar. Necha so'mdan qo'yib berasiz buni bugun? 28 ang. Bir xaltani ochib ko'rsatib beraylik buning ichini. Xudo xolasa. Zo'rmi? Arkadaşım keng var ekan. Ha. Seni şu yola çıkıp esir burada esir toyxana. Bo'ldi, hozir ham olib beraman. Yoldan çıkıp geldim. Bo'ldi bu. Köpüsürdüm. Bo'ldi. Yo'lni ko'rsatamiz, video davomida ko'rasizlar. Yana Makkali silos men ochib hozir o'zim ochdim buni. Yana Makkasi. Naudislar bunga bunachilar Makkaga qaranglar ichida. Yiri pishib turibdi ekan bu. Yana Makkalarga qaranglar. Yana yumshaqqina molat tayyor effekt beradi bu. Yana katta emas, kattasini olmanglar iloji boricha. Yana Makkasi katta danasi ichida dana chiqib yotibdi yana. O'lib uni yopam ketgan iyi duribdi yana. Bu yerda durg'ani yana effektli vajalinglar bunachilar, bunga qaranglar. Zo'r silos, optim narxda yana. Bemalol chiqaverasizlar aka. Bananda bosib qo'yinglar, kamayib qoldi bu narsalar. Xudo xolasa. İyi Makkalisini tushirdiganlar uchun Makkalisi. Xudo xolasa. Og'a, Jabbata. Gelib ketibmilar? Ben kalmadık yine be. Bir de yarıklarına mek gittiler. Yarıklarına mı gittilar? Yarıklarına Yine Mekke. Ahimet edinler yine Mekke'si. Şuna geldik de. Zor yine. Bemalol kelaverasizlar, bize yangilikdan charchamiz. Shu yerda pasiyanli bo'lading dang. Sen. Kelib turibdi. Hakkısı sonrakalarına ekip tutmuş. Bo'ldi. Bunacılar hemmeyse katta rahmet. Sağ olunlar. Katbisa seni canlı basınlar. Yine. Hemmeyse sağlık, selametlik. Gördünüz mü? Acayip. Jabbata o'zingizni fikrlaringizni ayting. Paddeshga etdilarmi? Paddeshga bo'ldi, zo'r. Zo'r, ay. Hemmeyse rahmet aytib ketibdilar. Lekin toshning xaltasi, ay. Shu toshning xaltasi shundan. 20 kilomi 20 kilo. 28dan, to'g'rimi? Dastlabkasini ichki oldi, o'zlari kelib. Dastlabkasi o'zlari kelib ketibdilar. Dastlabki o'zi bo'lmayacak, qimmat bo'lib ketdi. O'zlari kelib ko'rib ketib. Lekin bir gapni ayting, kasa 1000 so'm qoladi dedi bundan. Kasa 500 so'm qoladi, lekin furasi ham o'zi gap turgani yo'q. O'zi gap turgan hozir Makkalarga qaranglar buni, ahamiyat eting. 3 kun deganda keldinglar bunga. 3 kun deganda? Havo 2 kun. Yo'qolib qoldi. Yo'qolib qoldi. Shu yerda yana skochdan qoldi, yana ko'zingizdan skochdan qolgan. Yana. Mallara qo'ydilarmi? Men mallara qo'yganlaringizni men ko'rganda. Endi shundan so'ng keldi, bizlar ham yuzimiz chidamid berdik. Bo'ldi. Jabbata yana Makkam. Kelaverasizlar. Ina Kunjaram boy, necha so'mdan qo'ydingiz kunjaram?
7300'den beri veremem. Şu klientler Nefis hemen. mi? Klientler hemen nefis. Var mı yeter dediğine? 7300'den veremez. Oldu. Klientler çaldırdık. Cabbata şöyle azı yollam tushuntirib o'tamiz. Kelasizlar qari. Bo'ldi İstanbul bozoridan chiqib olib beraman. Ko'rsataman. Neydan kelishini hozir Hava. ko'rsatib o'tiradim. Şu alıp tuttular şu. Yo. Xudo şükür bundaki oldu. Naçı Sroshni kelib Sroshni oldi axı brat. To'g'rimi telefonda o'tirib bu anda? Aldım, geldim şundan bir kamadım axı. Menem boğalım Telefon köçen bakın. düşürdü hem biraz hem birini düşürüp gideverdik. Ana, bo'ldi. Ha, bularlar silosini yana ko'ringlar. 20 kilodan toshni ağamız görüp bu brat keladi. Adınız kim? Razak. Barım Cabbata. Siz nemi? Ağası mı? Ağayla. Xudo xolasa yana. Tushirib yotdi bolalar. Kelasizlar xarid etasizlar, mazalı silosni ba'zi mollarga yediraman desangizlar, zo'r effekt. Yenchilib biz vaqtida pishib ochilgan manga orasi. Ava. Mana. Bemalol xaltasi bilan. Mana. Klientlar kelib ana turibdi, vanam tashab turibdilar. Kelasizlar hozir yo'lni tushuntiraman. Bemalol. Xudo xolasa yana bratlar tushirib yotibdi. Hammasi bir xil vajaqi. Hava bir kil ver. 100%, hein? 100%. Şu bayakıdan çıkmadan Köp bunu izleyeli. Yana geledi. Paddeşke tingler, gelingler, alinglar. Zor vec alıp beringler mallarınıza. Yana Mekke'si yüzden hem görüntü tuttu mu yine? Kaltasına karanglar mı? Yine Mekke. Yine Mekke. Mekke'si olup ya araya doğrulgan lakin şundan seylisi ötken doğru mu? Koşulup gitken de ne bile. İyi. Nesi Xırmanı yok vecdana Mekke'si amanla. Ot bergenle, koğuş berdinle onu. Doğru mu? Sağlı preysem yaxşı onunla. O kuru malını aldı ista bu vec bilen. Doğrusunu aytkan yaxşı. Gelesizler xarit etesizler. Banında yine arzan düşedi. Küncarak, kımmatrak. Doğrusuna doğru aytkan yaxşı. Bu arzan zor efekt beledi. Şundan küncara beringler arlaştırıp bu bilen. Kepek, başka yemler arlaştırıp verseniz zor getirdim Allah için. Mallar pilitine maçadı yer etip para verdi karnına. Vay Benim gayret. alan- Zor eken. Özellikle adamlar denmedi. Yine bugün 12 April Optum Silos'la geldi. Geleveresi lazım. Menzilini betefsil etip düşüntürüp ötemen video devamında like'lara basıp koyunlar. Cabbata şöyle nasip etsin. Açıla Optum Silos menzilini düşüntürüp ötemiz. Banımız Zapçası Bazar'dan gelişte İstanbul Bazar. Şöyle aylanıp Urgen şehre kadar aylanasında aylanganınızda Haraz diye yazıyor bu un Haraz. Şöyle yine Çapakaylı'sında. Banımız Güllen'den gelişte köpçelik biledi. Bunda meyve pazar ana. Güllen yolu bu. Banımız yine Urgen şehirden çıkışta Esir Metan bayına. Xudo xolasa Esir Metan'la ötkenizde Uma Kaylas'ta. Un Haraz diye yazıyor bu. Bemalol geleveresizler. Şuradan birinci joy, ikinci joy, üçüncü joy ağamızın joyi. En Cabbata. Hava. İmunda esir toyxana. Esir toyxana hamma biladi. Ana İstanbul pazar, imunda meyve pazar aldı. Evvelki maşin pazarını onunla. Yine Evvelki maşin pazarının onun meyve pazar. hamma biladi. Yani Güllen. Yolunu çekkesiz geçti boyu un Haraz'da da yazılgan strelka bilen şöyle aynasında onun tarafında üçüncü joy. Doğru mu? Hava. Geleverediler. İkinci Evvel joy, safar ikinci. menziliniz kulaş köy çalarak düşündürüp sen desen yine beter sık düşündürdük. Doğru geleveresizler. Hava. Urgen şahri. Xudo xolasa. Cabbata ise işiniz Ahmet. Yaxşı, rahmet. Elini xizmetinden çerçemeyle yaxşı silos alaman deseniz de bemalol geleveresizler.